aka. Nima bu? Kim bu? Sanmishing bor. Olib kel bu yoqqa telefonimni. Maskimni tushunmadim. Ko'zim yondi. Darsha gaplashyapsizmi? Ha, gaplashyapman. Yoqmayapmanmi? Bemalol ketur. Xo'sh o'zingni. Menga qara, to'xtat ishingni. Odasi tinchlikmi? 10-15 kuncha onangnikida yashab turgin, farzandlarimiz uchun ham, oilamiz uchun ham bu narsa kerak. Bor narsalarni yig'ishtir. Umidsiz yetganingiz qilaman. Faqat oilamiz buzilib ketmasin. 10-15 kun kelmagin dedim-ku senga. Nimaga kelding? Nima xohlayapsan o'zi? Ma'murlik iltimos sizdan. Bizani o'ylamasangiz ham, farzandlaringizni o'ylang, iltimos. Oilamizni buzmang. Xohlasangiz tiz cho'kib so'rayman. Unutaman hammasini. Iltimos, oilamizni asrab qoling, unaqa qilmang. Unutaman, hammasini hech narsani so'ramayman, asabingizni ham buzmayman. Faqat shu. Charavozingga, Masanga 10-15 kun kelma dedim. Bor yo'qol. Bolam uchun hamma narsaga chidayman. Erim yomon bo'lsa ham, muhimi bolalarimning otasi bo'lsa bo'ldi deydigan ayollar. Qaytanga siz bolangizga eng katta xiyonat va yomonlikni qilyapsiz. Bu bola bunday nosog'lom munosabatlarda katta bo'lgandan keyin u ham katta bo'lib, sog'lom odam bo'lmaydi va chiroyli munosabatlar hech qachon qura olmaydi. Chunki qo'sh uyasida ko'rganini qiladi. Agar siz bu muammolarga chidash orqali men kimgadir yaxshi qilyapman deb o'ylaysiz, xato qilasiz. Siz aslida o'zingizni yechilmagan bolalik muammolaringizni yopishga harakat qilyapsiz. Detskiy travmalarni ishlamaguningizcha siz ideal munosabatlarga chiqa olmaysiz. Bizga direktga plyus qoldiring va men sizga bepul materialni beraman. Bu test orqali o'zingizni qanday munosabatda turganligingizni aniq bilib olasiz.